Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Uyingizga agar projektor qo'yajak bo'ladigan bo'lsangiz, projektor qo'yishdan oldin bizning videomizni ko'rishni tavsiya qilamiz. Agarda siz projektordan qo'yib turib, bir soatda 150 watt rasot qilsangiz, taxminan kechani 8 soat yo'qotgan bo'lsak, 1200, ya'ni 1.2 kilowatt tok rasot qilgan bo'lsangiz, 1.2 kilowattni ko'paytiramiz 30 kunga. Bunda 36 kilowatt bir oyda rasot qilgan bo'lsangiz, buni 1 yilga ko'paytiradigan bo'lsak, 12 oyga. Bunda siz 432 kilowatt tok rasot qilgan bo'lsangiz projektoringiz uchun. Buni hozir bunda 900 so'mdan sotadigan bo'lsak, sizga 390 ming so'mga tushgan bo'ladi. 1 yillik rasotimiz. buning o'rnina 400 ming so'mga siz Akfa Lighting firmasida ishlab chiqarilgan солнечный 150 wattlik projektorimizni xarid qilishingiz mumkin. Buning afzalliklari 12 oy tok kafolatga ega va suvga chidamli bo'ladi. Projektorimizning yana bir afzallik taraflari kun botganda o'ziga yonib beradi. Ham harakat sensori mavjud bunda. Buning yanında masalan harakat qiladigan bo'lsa, odam yaqinlashadigan bo'lsa, o'zi yonib beradi. Ko'rinishi ana shunday bo'ladi. Agarda sizlarga shu va boshqa ko'rinishdagi projektorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, imkon qurilish do'konimizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi.